2026 Chevrolet Monza yangi dizayni va ilg'or texnologiyalari bilan avtomobil bozorida alohida o'rin egallaydi. Avtomobilning tashqi ko'rinishi zamonaviy va aerodinamik chiziqlarga ega bo'lib, yo'l harakati davomida nafaqat jozibador, balki xavfsiz va qulay haydovchilikni ham ta'minlaydi. Monzaning old qismi katta radiator panjarasi va LED lampalar bilan jihozlangan bo'lib, tungi va kunduzgi ko'rinishni mukammal qiladi. Tomon panellari esa silliq va oqilona chiziqlar bilan ishlangan bo'lib, avtomobilga sport va nafislik hissini beradi. Orqa qismi keng va zamonaviy LED chiroqlar bilan bezatilgan. Bu esa kechqurun yo'l harakatida yuqori darajada ko'rinishni ta'minlaydi. Ichki dizayn jihatidan Monza yuqori sifatli materiallar va qulaylikni birlashtiradi. O'tirish joylari yumshoq va tanani qo'llab-quvvatlaydigan materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq masofalarga sayohat qilishni qulay qiladi. Haydovchi old paneli intuitiv ravishda joylashtirilgan. Barcha boshqaruv tugmalari oson yetib boradigan joyda joylashgan. Keng multimedia ekrani va ilg'or sensorli boshqaruv tizimi sizga navigatsiya, musiqani boshqarish va avtomobilning barcha funksiyalarini bir joydan boshqarish imkonini beradi. Havoni tozalash tizimi va avtomatik konditsioner salondagi havo sifatini mukammal saqlaydi. Motor variantlari jihatidan 2026 Chevrolet Monza kuchli va yonilg'i tejovchi dvigatellar bilan jihozlangan. Benzin va dizel variantlari mavjud bo'lib, har biri yuqori quvvat va samarali ishlashni ta'minlaydi. Avtomobilning uzatish qutisi ham zamonaviy va silliq o'tkazish imkoniyatini beradi. Bu esa shahar ichida va uzun yo'l harakatida qulaylik yaratadi. Yo'l tutishi barqaror va xavfsiz bo'lib, suspensiya tizimi barcha turdagi yo'l sharoitlarida yumshoq va barqaror harakatni ta'minlaydi. Xavfsizlik jihatidan Monza bir qator ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. Avtomatik tormoz tizimi, yo'l belgilari bilan ishlaydigan signalizatsiya, tirbandlikda yordam beruvchi tizim va yo'l qoplamasi sharoitik.